erkalama mani jonim. Jonim. Dada, olmishga kiribsiz, uy olinga, o'zigacha so'chak bilan o'ynayotibsiz. Sen kimni so'chak deyapsan? Og'zingga tichaymi? Apa. Xafa qilyapsan-da, xafa qilyapsan. Kechiring, apa. Kechirmayman. Seryozni bo'ling, dada, uylaning o'qi. Kimga uylanaman bacham? Sizga uylaning debdim. Yo'q, jonim. Menga bering siz so'chagingni. Ya, unangni otmay, unangni. Nahotki shu bir ayol sotibdi. Qira, ayol, ekib qo'yganman ayol. Mahallaga bordim. Xotin kiraksam, sho'da ko'rsam, xotin to'g'layapti menga. Uni eri bor desam, eri bor yo'qligi bilinmaydi deydi. Internet kirsam, menga menishga vilik yo'q, mahrga gelik deydi. Ya, qayerdan? Zerikmang dada, ana ertakdagiday qiling. Ertak nima bo'lgan? Buni aybda kamon yasaydi, o'qini buni aqlib, pul o'tib yuboradi, borib tushgan joyiga baxt ochirib ketadi dada. Yo'q, bu yerdan tur ket dedan. Zakonni dada. Tark et dedan. Baxtsiz ochlar. Tark et. Ete. Tatish. Ha jonim. Romantikami? Kamon dedimi? Sevgilimni qalbini zabt et, kamoncham. Raisa. Temnaya noch. Hormang. Nima demoqsan? Men yolg'izlik jonimga tegdi. O'sha uchun kamon yasadim. Ha, qo'paring dedi. Davay. O'taymi? O'taring, baxtsiz toping mana. O'zi yosh o'tgan sari bacham shunday tez o'tasan yoki xato o'tasan. Qaysidan bir xotinsirab jondorgacha ham o'tinmi kamon? Ana sherlargacha kelgan bo'lish kerak. Men o'zim o'tishimni bilaman-ku. Ana sher hozir kirib men so'rayman, sen ana sher miq qilmay o'tir, tushundingmi meni? Miq qilsang, miq qilaman-da, men miq qilamayman. Hozir sherlar uyoq ko'rmabsizmi? Uchi yo'nilgan edim, dirra qilib. Miq qilmay o'tir dedim-ki, sen kuchukka. Kuchuk bor ekan qo'rqdim. Yeydimi seni kuchuk? Xullas bera uyoq yo'q, qarochi. Bir Roadstar bazasi bilan servisi ekan, men shuni bildim. Roadstar nima u? Roadstar butun O'zbekiston bo'yicha eng ishonchli mana bu katta mashinalar bor-ku. Ana shunday mana shunaqa zakonni mashina balonini yetkazib beradigan kompaniya. Zakonni. Ana bazasini ham ko'raylik, ana shu bo'lishi mumkin. Yur qani? Qayerda? Bacham endi uyoq xirat o'tdik endi. Dadamni uyqi. Qara bacham, Bera, Trazano, Kayton, Constansi, Aunite degan brendlarning balonlari ekan. Dahshat ekan lekin. Ular birinchi qo'l dillar. Xitoydan primo ishlarga keladi. Tushundingmi? Narx bo'yicha ham konkurensiya bo'lishi mumkin emas bular. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati bor. Tushundingmi? Agar Buxoroga yoki Toshkentga bo'lsa, mana shuni qurib berish xizmati ham bepul. Mana maza qilayotgan joy. Men qara, men bularni eshitib qoldim, gaplashib o'tirdi ishchilar. Bular birinchi mana shu balonlarni eshakday ishlatib, qaysi biri uzoq muddat xizmat qilgan bo'lsa, o'shalarnigina faqatgina dillerligini olgan ekan. Tushundingmi? Zo'r ekan, uyoq kerak, uyoq. Men shu uyoqni bilmam, lekin siz bir uyoqni bosdingizmi deyman, sasi yopti, nimadir. Yiq beray, harom. Dada, to'rtta baloncha bosaylik. Onangni nima kerakmi bo'lsa hozir? Bular birinchi qo'lda yopdik, ikkinchi qo'l berib sotaydik-da. Ey, hozir uyoqni topaylik, bo'lmay ketibdi menga. Xotin. Butun miyaga beribdi bu kishiga. Uyoq deding, yo'q ana endi, o'sha uyoq. Nesh qilman qani ana shu yerga bitta kiraylik anchira tushgan. Davaqay. Yuring olaga tushing qani. Jonim, baxtim o'zimni bir shunchalik bir uyoq ko'rmabsizmi? Ana shunday boribdi uchi. O'sha kamondan o'tdik, baxt kerak bo'lsa ishira tushaganda, o'shanga sizmi baxtim deb o'ylab o'tirdim-da. Ana sana baxting. Diraka. Mana bu. Qo'parasmi aka? Apa sog' bo'ling, mayli, salomat bo'ling. Baxtli davlat, boshimdagi tosh. Мои кайф заработан потом и кровью.